Bir yilda 220 kilovat loyihadan 330 million so'mgacha hozirgi kunda daromad qilishi mumkin. Qancha tok ishlab chiqarishni aniqlash uchun 180 gradus to'g'ri janubga quyosh hamma joyga bir xil tushadimi, yo'q ikki xil tushadi. Ishinglar keladigan bo'lsa, ishinglar juda yaxshi, qoniqdik. Bizga rosa yoqdi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar uchun Toshkent viloyati Zangata tumanida joylashgan Eurofood Trade korxonasiga o'rnatilgan 220 kilovatlik quyosh fotoelektrostansiyasini to'liq obzorini taqdim etamiz jamoamiz bilan birga. Ushbu stansiyamiz necha kunda o'rnatilgan, qanday panellar tanlangan, qay shaklda o'rnatilgan va montajda asosan nimalarga e'tibor berilganligini video davomida to'liq ko'rsatishga harakat qilamiz. Ko'pchilikdan keladigan asosiy savol quyosh panellarini qancha vaqtda o'rnatib bo'linadi degan savol. Bu loyiha hajmidan kelib chiqib hisob-kitob qilinadi. 220 kilovatlik loyiha misolida keltiradigan bo'lsak, 220 kilovatlik loyiha bizga to'liq ish kunida 2 haftadan ortiq vaqt talab qildi. Bu loyihani noldan под ключ, ya'ni oxirigacha bitirish uchun. Birinchi navbatda konstruksiyachi guruh loyiha joylashgan joyga kelib, quyosh panellarini to'liq tomdagi montaj ishlarini olib bordi va undan keyin elektrika qismiga elektrik xodimlarimiz montaj qismini qilishdi. Konstruksiya uchun asosiy lifehacklar bor. Bu ya'ni tomda to'g'ri burchak tanlanishi bu quyosh paneldan optimal, ya'ni maksimalniy tok olishga yordamlashadi. Bu qanday bo'ladi? Siz har doim biz oldingi videolarda, podkastlarda aytganmiz, 180 gradus to'g'ri janubga qaratilgan holatda qo'yilish kerak va tom radiusidan kelib chiqib eng optimal qism tanlanadi. Buni mutaxassis xodim bo'lsa agar sizda yoki boshqa kompaniyalarda bo'lsa, to'liq topa oladi. Biz bu holatda 180 gradus janubga qo'ydik va tom radiusdan kelib chiqib aynan 365 kun uchun eng kerakli nuqtada ustanovka qildik. 220 kilovatlik loyihamiz uchun biz Jinko brendi panellaridan foydalanganmiz va hozirgi kunda Arif Solar korxonasi asosan O'zbekistonga Jinko brendi panellarini realizatsiya qiladi. Ya'ni olib kirib ham montaj ham sotish bilan shug'ullanamiz. Bu yerda 620 wattlik panel, ikki taraflama panellardan foydalanilgan, aynan 2025-yilda ishlab chiqarilgan paneller. 220 kilovat to'liq hajm uchun 355 dona dan ortiq panel qo'yganmiz bu yerga. Montaj ishlarimizda tom qismida umumiy panellar o'rnatilgan. Bu yerda tomni holatidan kelib chiqib, soya tushmaydigan umumiy konstruksiya tayyorlaganmiz. Bu aynan bu loyihani umumiy loyihamiz shu holatda o'rnatildi va 220 kilovatlik loyiha qancha tok ishlab chiqaradi va biz bir yilda qancha daromad topamiz deb mijozni o'zi ham va boshqalardan ham savol keladi. Shuni umumiy yechimi uchun buni aniqlash formulasi bor. Ya'ni Toshkent hududida 1 kilovatlik stansiya bir yilda 1,5 kilovatgacha tok ishlab chiqaradi. Qachonki bu to'g'ri ustanovka qilinsa, to'g'ri janubga qaratib, burchaklari va radiuslari to'g'ri tanlansa, 1,5 kilovatgacha tok ishlab chiqaradi. Shunda 220 kilovat loyiha bizga bir yilda qancha tok ishlab chiqarishni aniqlash uchun 1500 ni 220 ga ko'paytiramiz mana bu holatda va bundan chiqqan natija 330 ming. Buni bir yillik tok ishlab chiqarish mo'shnosti. Bu qachon erishiladi? 330 ming kilovatga agar buni vaqtida tozalab, to'g'ri bu ish jarayoni tashkillansa 330 ming kilovatgacha tok ishlab chiqariladi. Agar buni 1000 so'mdan hisob-kitob qilinadigan bo'lsa, ushbu tashkilot bir yilda 220 kilovat loyihadan 330 million so'mgacha hozirgi kunda daromad qilishi mumkin. Yoki buni o'zi iste'mol qiladi yoki davlatga ortiqcha energiyani sotish hisobiga. Aynan eslatma, 220 kilovatlik loyihamiz hozirgi kunda Toshkent hududida joylashgan. Toshkent hududi uchun miqdorni aytdik. Siz agar vodiyda bo'lsangiz bu kamroq, vohada bo'lsangiz ko'proq tok ishlab chiqaradi. Ishlab chiqariladi. Agar buni 1000 so'mdan hisob-kitob qilinadigan bo'lsa, ushbu tashkilot bir yilda 220 kilovat loyihadan 330 million so'mgacha hozirgi kunda daromad qilishi mumkin. Yoki buni o'zi iste'mol qiladi yoki davlatga ortiqcha energiyani sotish hisobiga. Aynan eslatma, quyosh panellari hamma viloyatda har xil tok ishlab chiqaradi. Bir podkastda aytgandik, quyosh hamma joyga bir xil tushadimi, yo'q ikki xil tushadi. Ya'ni bu vodiyda kamroq tok ishlab chiqaradi, Toshkentda o'rtacha, vohada ya'ni O'zbekiston hududida, vohada, Surxondaryo, Qashqadaryo va Samarqand territoriyalarida bu boshqa. Loyihamiz umumiy bir yilda ishlab chiqarish mo'shnosti nimalar qilganimizni aytdik.
Asosiy masala endi bu yerda ko'pchilik to'g'ri tok olinishi uchun yana nimalarga e'tibor berishimiz kerak deydi. Aynan to'g'ri tok olinishi uchun kabel secheniyalari, avtomatlar va elektromontajida ham asosiy gap bor. Ya'ni bizda hozir kabel tanlanishlarda 1/6 secheniya asosan quyosh panelchilari ichida urf bo'lgan. Aynan bu to'g'ri, lekin 1/6 secheniya kabelni aynan qanaqa turi? PV kabel deyiladi. Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan. Asosiy hozir O'zbekistonda lider zavodini kabellar ishlatilyapti. Bu to'g'ri, chunki u zavod aynan quyosh panel uchun kabel ishlab chiqariladi. Turdosh quyosh panel uchun emas, boshqa maqsadda ishlab chiqarilgan kabellar ham bor. Secheniyasi to'g'ri keladi, lekin vazifasi quyosh panel uchun chiqarilgan kabel vazifasini bajarmaydi. Bu nimaga olib keladi? O'zgarmas tokda qizish ko'p bo'ladi. Ya'ni bu o'zgaruvchanga aylanguncha amper to'yingan bo'lishini hisobiga aynan o'zi uchun maxsus kabellarni tanlash kerak. Quyosh panel uchun chiqarilgan kabellardan foydalanish kerak. Biz bu yerda aynan lider zavodining kabellarini 1/6 secheniyadagi va uni gruppirovka qilib invertergacha olib borganmiz. Tomdagi asosiy ish panel montaj va kabel montajlarini pastga olib tushganmiz. Pastda inverterlarni ham ko'rsatamiz. Qaysi holatda o'rnatilgan, nimalar qilingan. Asosiy loyihamiz shu holatda joylashgan. Mijozlar fikrini ham aynan video davomida mijoz taklif qilib, shu joyda olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, yana bir marta hurmatli do'stlar. Bu yuqorida ko'rsatilgan tomda 220 kilovattimizni pastdagi to'liq inverter va shitlari 220 kilovatlik stansiyamiz 2 dona 110 kilovatlik gravat inverterlar bilan ulangan va asosiy o'ziga shit qilingan. Tomdan montajlar mana bu holatda ko'rsatib, bu holatda tushirib olib kelingan. Va aynan biz sizga aytgan kabel qismlari mana bu kabel. Demak, bu kabel o'sha Xitoyning lider zavodiga tegishli 1/6 secheniyadagi o'tda yonmaydigan, bu yoqsa ham yonmaydigan kabel. Mana shu holatda inverterga to'liq montaj qilingan. Aynan yuqorida aytdik, himoya vositalarini to'liq tanlash kerak deb, shitlarimiz qanday yig'iladi quyosh paneli uchun buni ham sizlarga umumiy ko'rsatamiz. Hozir ochamiz. Mana umumiy shitimiz mana bu holatda yig'ilgan. DC avtomatlar, uziblar hammasi mana bu yerda yashirib o'tilgan, himoya vositalari ichkariga yig'ilgan, har bitta gruppalar uchun qo'yilgan. Va bu atayin shitga e'tibor bering, biz xodimlar shitni ichidagi normal temperaturani saqlash uchun kullar ham qo'yishgan, qo'shimcha kullarlar. Inverterlarga ham qo'shimcha kullarlar qo'yilgan. Bu degani agar inverterlar qizimasdan o'rtacha gradusda ishlaydigan bo'lsa, inverterning umri uzoq va sifatli tokka erishasiz inshaalloh nasib. Avtomatlar bu DC, uzib avtomatlar hammasidan foydalanilgan. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Demak, 220 kilovat loyihamizning mas'ul rahbarlari Damir aka bilan birga turibmiz. Damir aka, aynan quyosh panellari sizga nima uchun o'rnatildi va bizni xizmatimiz sizga ma'qulmi? Quyosh panellarini o'rnatishimizdan maqsad avvalambor shu elektr energiyasini tejash bo'ldi. Ishingizga keladigan bo'lsa, ishingiz juda yaxshi, qoniqdik. Bizga rosa yoqdi. Tez muddatda bo'ldinglar. Rahmat. Ishga tushirib berdinglar. Rahmat kattakon. Endi bu yoqqa endi ishlashni sekin ko'rib, kuzatib, aynan yillar davomida xudo xolasa birga ishlaymiz, sinaymiz. Damir akamning bu bitta obyektlari emas, yana bir boshqa 3 ta obyektlari bor. To'liq hajmda hozirgi kunda 550 kilovat stansiyani podключ ustanovka qildik va boshqa joylarga. Kelajakda yana mana shu tomlarni to'ldiramiz degan maqsadlari bor. Nasib yana ishlasak videolar qo'yib boramiz. Xudo xolasa. Damir aka, rahmat kattakon. Sizga rahmat. Ishingizga rivoj.